Kuz mavsumida pishadigan qaysi meva turlarini bilasiz va ulardan qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Assalomu alaykum. Savol-javob o'tkazmoqchidik. Kuz mavsumida pishadigan qaysi mevalarni bilasiz? Почти hamma meva pishadi. Endi meva bo'lsa, xurmo bilan anor desa bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, nok, olma, anor. Qaysi meva ko'proq yegizga kelyapti hozir? Anor. Bu sizga Mikko brendidan natural anor ichimligi. Hozir ichib fikringizni bildira olasizmi? Xo'p, bismillah. Anor ramadasiga bir tabiiy anor turiga o'xshyapti lekin. Zo'r, gap yo'q. Kuzda pishadigan qaysi mevalarni bilasiz? Olma, anor, nok. Xo'p, olma, anor, nok. Qaysi mevani hozir ko'proq yegizga kelyapti? Olma deylik. Bu sizga Mikko brendidan natural olma ichimligi. Kuz mavsumida pishadigan qaysi mevalarni bilasiz? Xurmo. Kuzda asosan ko'p pishadigan mevalarimizdan bu olma, nok, anor hisoblanadi. O'sha mevalardan qaysi biri sizga hozir ko'proq yoqadi? Menga anor. Mikko brendidan natural anor ichimligi. Bitta sharti bor, ochib turib fikringizni bildirasiz. Oldin Mikko ichib ko'rganmisiz? Yo'q. Boshqalarga tavsiya qilasiz ichib ko'rishni? Tavsiya qilaman, yaxshi. Kuzda pishadigan qaysi meva turlarini bilasiz? Xurmo, Anor, nok, olma. Qaysi mevani ko'proq yegizga kelyapti hozir? anor. Bu sizga Mikko brendidan natural anor ichimligi. Kuzda pishadigan qaysi meva turlarini bilasiz? Beha, nok. Anor, olma, nok. Shu 3 ta mevadan qaysi birini hozir yegizga kelyapti? Nok. Sizga Mikko brendidan natural nok ichimligi. Hozir ichib ko'rib, taassurotingizni bildira olasizmi? Hammangizgacha. Kuz mavsumida pishadigan qaysi meva turlarini bilasiz? Olma, nok, uzum, beha, anor, xurmo. Xo'p, ajoyib. Olma, nok, anor. Qaysi mevani hozir ko'proq yegizga kelyapti? Olma, chunki olma eng sevimli meva men uchun. Sizga Mikko brendidan natural olma ichimligi. Hozir ichib ko'rib, ta'miga baho bera olasizmi? Tabiiy va foydali deb o'ylayman.